Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Men Olot tumanidan Saidqul va Gulshod. Mana shu Haqiqat yo'llari kanali adminiman. Yana sizlar bilan. Hurmatli vatandoshlar, mabodo bizni O'zbekiston Respublikasi ichki ishlar tuzilmalarini, xodimlarini faoliyatini baholash bo'yicha qanaqadir xalqqa ovoz berish uchun bir mana shu narsa tashkillashtirilsa, men 50 ga 50, masalan 100% nisbatda 100 ballik sistemada, ya'ni necha foiz siz salbiy baholaysiz, necha foiz ijobiy baho berasiz, necha foiz yaxshi, necha foiz yomon deganiga 50 ga 50 deb baho bergan bo'lardim. Sababini tushuntirib beraman hozir. Sababi 50% yaxshi deyishim, mana joylarda, hamma hududlarda ichki ishlar tuzumlarida o'ziga yarasha bir bilimli, qobiliyatli ichki ishlar xodimlarimiz bor. Mana ichki ishlar tuzumida yaqinda tarmoqlarda tarqaldi bir ichki ishlar xodimimiz ko'chada sotuvchilik qilib turgan bir bechora qizga kiyim-kechaklar olib bergani bu ko'pchilikni qalbi tosh insonlarni ham qalbini eritib yubordi, ko'zlariga yosh aylantirdi. Yoki boshqa ichki insonlari hayotini saqlab qolayotgan, o'z burchini sidqidildan bajarib, sadoqat bilan vatanga va xalqimizga xizmat qilayotgan ichki ishlar xodimlarini inobatga olgan holda 50% baholab qolganini, mana bu ayrim bir mas'uliyatsiz, ilmsiz deymizmi, bilimsiz deymizmi va dunyoni suv bossa to'pig'iga chiqmaydigan bir toifalari bor bularni. Ming afsuski, mana shunaqangilar tarozini qolgan 50% qismini bosib ketyapti. Meni o'ylantiradigan, xafa qiladigan joyi mana shunaqalarni ming afsus nadomatlar bo'lsinki, bularni ko'pligi, tuzumda ko'pligi. Joylarda mana ichki ishlar tizimlari binolaridan fuqarolarning o'liklari chiqayotgani, jazoni ijro etish muassasalaridan, tergov hibsxonalaridan va hokazo va hokazo joylardan fuqarolarimizning o'liklari chiqayotgani va mana Farg'ona Furqat tumanida bo'lgan maktab direktori va soliqchi o'rtasida bo'lgan o'sha holatda ham ichki ishlar xodimlarining xatti harakatlari. To'g'ri, men shu joy kelganda shuni aytib o'tishim kerakki, ko'pchilik menga yozyapti kommentariyalarda. Mana shu holatga Gulrona Qosimova ishiga ham munosabat bildiring, mana shu temani ko'tarib chiqing, olib chiqing, mana shunda siz mashhur bo'lasiz degan kommentariyalar, izohlar yozilyapti kuzatuvchilar tomonidan. Ming afsuslar bo'lsinki, bu mashhurlik kimga kerak bo'lsa, olib chiqib gapiraversin bu temani. Man nimadir mavzu olib chiqsam, mashhurlik uchun olib chiqmayman o'rtoqlar. Man nimadir mavzu, video kontent olib chiqsam, buni haqiqatga erishish uchun harakat qilib olib chiqaman va ko'p hollarda bu o'zining ijobiy natijasini beryapti. Furqat tumanidagi holatga ham qisqagina gapirib o'taman. Bu yerda ichki ishlar xodimlarini xatti harakatlarida to'g'ri qo'pol protsessual buzilishlar bor. Ichki ishlar organi to'g'risidagi qonunlarga, konstitutsiyaga va hokazo va hokazo qonunchiligimizga to'g'ri kelmaydigan ziddiyatli holatlar bor. Ular shaxsiy territoriyaga bostirib kirishi, o'zini vakolatidan nima qilishi, chetga chiqishi, qaysidir ma'noda suiiste'mol qilib foydalanishi va hokazo holatlari bo'yicha ular javobini beryapti mana. Uni orqasidan javobgarlikka tortilib qamalyapti, hali sud prosesslari davom etyapti. Lekin degan joyi bor o'rtoqlar. Men nima uchun bu mavzuga munosabat bildirmayapman? Nima uchun gapirib chiqmayapman? Mana Taftish.uz mavzusini gapirib chiqdim. Taftish.uz taftishchilar qamaldi, Marjona Eshquvvatova va boshqa ular guruhidagilar haqida o'z shaxsiy fikrimni bildirib chiqdim. Lekin nima uchun bu temani gapirmayapman? Sababi mana shu Gulrona Qosimova, o'sha maktab direktori temasidagi meni ichki ishlar xodimlari urib yechintirdi degan sahnasi mana shu joy nimagadir o'xshamayapti. Mana bu shaxsiy fikrim, ming bor uzr so'rayman, yana meni haqorat qilmanglar, maddohlikda yana nimalarda ayblab. Har kimning o'zining shaxsiy fikri bor. Masalan, u meni ichki ishlar xodimlari urib yechintirdi deb aytdi, mana shunaqa bo'libdi deb so'z erkinligi ekan, fikr erkinligi ekan deb buni gapirib chiqib, buni mashhurlikka erishish, bu kim uchun ma'qul, kim uchun noma'qul bilmayman. Men har doim har qanday mavzuda betaraf turib, xolis turib yoritganman. Bu yerda ichki ishlar xodimlarining harakatlarini oqlamayman, bostirib kirish, ayol kishiga qo'pollik qilib ustidagilari sug'urib olayotgani va hokazo holatlarni oqlamayman. Lekin bu holat bizni butun dunyoga, bizni O'zbekiston Respublikasini, davlatimizni, mana bu prezidentimizni imijini ancha pog'onadan pastga tushirdi deb bemalol aytishimiz mumkin. Shu uchun ichki ishlar xodimlarining harakatlarini oqlamayman va keskin choralar ko'rish kerak degan fikr bildiraman. Lekin mana shu Gulrona Qosimova keysidagi urib yechintirdi degan joyi men uchun mana shu sahna o'xshamayapti. Mana shu videolar tarqaldi, boshqa bo'ldi, bu o'xshamayapti. Shu uchun
man bu joyga munosabat ham bildirmayman, qo'shilmayman ham. Uni yakunini, sud yakunini, uni natijalarini kuzatib boryapman, voqealar rivojini kuzatib boryapman va oxirgi munosabatimni o'sha sud oxirgi so'zini aytgandan keyin bildirishim mumkin. Lekin hozircha men uchun shaxsan og'ziga kelganini gapirgan nodonning ishi, oldiga kelganini gapirgan hayvonning ishi deb men hozir urgan ekan, yechintirgan ekan deb gapira olmayman. Uzr so'rayman. Shu uchun bu yerga endi nuqta qo'yamiz o'rtoqlar. Mana nima uchun endi ichki ishlardan 50% noroziligim haqida hozir gapirib, hammasini isbotlab beraman. O'tgan yili eslaringizda bo'lsa 2025-yilda men Olot tuman tibbiyot birlashmasidan o'sha u yerdan ko'rikdan o'tishga borganim va u yerda tahlil natijalaridan asossiz ravishda pul talab qilinayotgani haqida video bilan olib chiqdim va undan keyin mana shu video murojaatimdan keyin Buxoro viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasidan tekshirish kelib, o'sha holatga taalluqli bo'lgan ishchi xodimlarga tegishli choralar ko'rilib, hattoki bir tomonlama ishdan chetlashtirish holatlari ham bo'ldi. Lekin mana shu yerda, mana shu video kontentimda, video murojaatimda meni haqorat qilgan bir shaxs meni ahmoq, to'nka, farosatsiz, jinni, befarosat, yana nimalar deb haqorat qilgani bo'yicha va undan tashqari bu ayol bloger emas, bu ayol bir shantajchi, bu tamagir, bu qaysi tashkilotga borsa, tamagirlik qilmasa shantaj qilib, tuhmat qilib yuradi degan joylarini men skrinshot qilib ichki ishlar organiga murojaat qilganman. Mana shu kim va u nima uchun meni bunday asossiz ayblovlar bilan, bu jiddiy ayblov hisoblanadi. Bu tamagir, bloger emas, shantajchi, tamagir degan ayblovlari. Mana shu holatlar bo'yicha huquqiy baho berishlaringizni so'rayman deb o'tgan yil 25-yil sentyabr oyida qilgan murojaatim. Mana hozir 11-sentyabrdan buyon hisoblasangiz 6 oydan oshib 7-oyga ketibdi. Bu holati mana oddiy bir murojaat qilyapsiz. Oddiy ma'muriy ish bu. Tuhmat va haqorat. Ekspertiza tasdiqlagan buni haqoratligini, ahmoq, to'nka, befarosat, jinni kim nimalar deb bu haqoratomuz so'zlar hisoblanadi. Mana shunday xulosa berishiga qaramasdan, hamma narsa o'z tasdig'ini topgan bo'lishiga qaramasdan, mana shu ikkinchi tomon ayblanuvchi o'z aybini haqiqat iqrorlik bildirib yozganini tan olayotganiga qaramasdan sud jarayonlari 6 oydan cho'zilib mana 7-oyga qarab ketdi. Bu muddat oralig'ida mana shu ish materiali qayoqqadir yo'qolib ham qoldi. Buni topish uchun prokuratura tizimiga murojaat qildik. Yana bu material qayerdadir yotgan ekan deb buni topib chiqdilar. Bu topilib chiqdi. Buni qarang endi bu yerda sabab nima deb o'ylayman? Tibbiyot birlashmasini video murojaat qilib chiqqanimdan keyin meni izohlarda haqorat qilgan shaxs, ikkita profildan yozib chiqqan shaxs mana shu glavrachi xotini, ayoli bo'lib chiqdi. Va eng achinarli joyi shundaki, u pedagog ekan, pedagog. Pedagoglarimiz bugungi kunda jamiyatimizda axloqiy muhit, tarbiya uchun mas'ul bo'lgan shaxs bo'lishiga qaramasdan mana pedagogimiz, ya'ni maktabda o'qituvchi bu bemalol ommaviy joyda mana shu izohlarda kirib meni haqoratlar qilib, bundan tashqari jiddiy ayblovlar bilan tuhmatlar qilish bilan band. Mana shu joyda maktabgacha ta'lim boshqarmalaridan ham mana shu holatga jiddiy e'tibor qaratishni so'rayman. Mana shu ma'muriy material bir necha bor suddan xato va kamchiliklarini tuzatish talabi bilan suddan qaytarildi. Mana shu ichki ishlarga murojaat qilasiz. Ichki ishlarga murojaat qilganingizdan keyin uni ma'muriy material qilib sudga olib boradi. Sud prokuraturaga qaytaradi. Xato va kamchiliklar bor deb prokuratura yana ichki ishlarga qaytaradi. Ichki ishlar sudga qaytaradi. Bir qilgan murojaatingiz mana shu 3 ta huquq tartibot organi o'rtasida aylanaveradi. Ko'ribsizki, oradan 6 oylab, 7 oylab muddatlar o'tib ketadi. Holbuki bu qonunchiligimizda ko'rsatib qo'yilgan ma'muriy ish hujjatlarining o'zining ko'rib chiqish va uni yakunlash bo'yicha o'sha normativ hujjatlar bilan belgilab qo'yilgan. Dunyoni suv bossa to'pig'iga chiqmaydigan mana shunaqa ichki ishlar xodimlari borda, mana Burjoq mahalla profilaktika inspektori mana Jasur Norqo'ziyev bir necha bor aytdik. Buni ilmi, tajribasi, saviyasi hali yetishmasligini, shu yerga bir tajribaliroq ichki ishlar xodimi qo'yib berishlarini 1000 marotaba so'radik. Bu ming afsuski inobatga olingani ham yo'q. Hech qaysi bir rahbar bu haqda bosh ham qotirgani yo'q. Endi hozirgi kunda bu profilaktika inspektorimiz Jasur Norqo'ziyev qilgan o'sha ma'muriy materialini endi Norboyev degan olibdi. Qoraqalpoqdan bir Norboyev degani kelgan. U kishi olibdi.
Ming afsuski, bitta ma'muriy ish hujjatlarini bular ko'rishda shunchalik sustkashlik, shunchalik xato va kamchiliklar orqali bitta ma'muriy ish materiallarini suddan o'tkaza olmayapti bular. Xato va kamchiliklar tufayli. O'rganishda, bular o'sha ma'muriy bayonnomalar tuzishda, qaror qabul qilishda, o'sha ma'muriy ish materiallariga huquqiy baho berishda va o'sha gumonlanuvchini, ya'ni javobgarlik masalalarini belgilashda bular shunchalik xatolikka yo'l qo'yish oqibatidan bitta material 6 oylab, 7 oylab kerak bo'lsa yillab suddan o'tkazila olmayapti. Oqibatda kim sarson? Kim norozi? Kim sarsoni sargardon? Xalqimiz. Mana bizga o'xshagan fuqarolar. Bekormizmi biz? Qilmaga boshqa ishimiz yo'qmi? Faqat sud. Chaqiradi, boramiz, sud materiali iziga qaytaradi. Chaqiradi, boramiz, sud materiali iziga qaytaradi. Bu muddat oralig'ida material yo'qolib qoladi. Boramiz, prokuraturaga sarson bo'lamiz, ariza yozamiz, asab buzamiz, material topilib keladi. Ko'ribsizki, oylab, yillab siz sarsoni sargardonsiz. Bitta huquqingiz buzilishi va uni huquqingiz buzilgani uchun mana shuni himoya qilish maqsadida ichki ishlar organlariga murojaat qilasiz va uning oqibatida mana shunday sarsoni sargardonchiliklarga yuz tutib, siz norozi bo'lishga sababchi bo'lasiz. Bu holatga e'tibor qarating. Hurmatli ichki ishlar vazirimiz Aziz Toshpo'latov, sizni qabulingizga kirganda qo'pollik qilishni uddaladingiz. Bizga, fuqarolarga o'z tizimingizni, o'z xodimlaringizni, qo'l ostidagi xodimlaringizni shunchalik yaxshi ko'rib, shunchalik zashta qilar ekansiz. Bular to'g'ri ishlashini ham bir ta'minlab bering. Men to'g'ri murojaat bilan kirganman siz oldingizga. O'sha sizni ishchilaringiz, o'sha qo'l ostidagi xodimlaringiz meni noto'g'ri qo'limdan telefonlarimni tortib oldi. Asossiz tortib oldi qo'l telefonlarimni. Meni hech qanday aybim yo'q. Shunga bir chora ko'ring deb kirganimda siz qo'pollik qildingiz menga. O'zimni ayblashga urindingiz. Lekin mana sud tomonidan Allohga behisob shukrkim, asossiz meni qo'limdan telefonimni tortib olgani va 202-modda qo'yilgani o'z isbotini topmadi sudda. Men aybsiz deb topildim sudda. Nima uchun 35 kunlab meni qo'l telefonlarim ichki ishlarda saqlandi? Nima sababdan? Nima uchun 202-modda bilan 6 oy, 7 oylab meni sarson sargardon qildilar sud mas'ul? Nima uchun? Nima uchun siz murojaat bilan borgan fuqaroga qo'pollik qilasiz? Nima uchun? Nima uchun voqeani chuqurroq tahlil qilib, nima uchun o'rganishga nazoratga olmaysiz? Nima uchun? Hurmatli ichki ishlar vazirimiz, to'g'ri biz blogermiz. Bloger bu xohlaymizmi yo'qmi jamiyatda bu rahbarlarga, tashkilotlarga yomon ko'rinib bo'lgan bir jinoyatchi, qaysidir ma'noda mana bu Qo'shtirnoq ichidagi jinoyatchi. Ma'muriy ishni shunchalik qilib o'rganib bilmayotgan ichki ishlar xodimlarining orqasidan jinoyat ishlari qanchalik bu fuqarolarimiz huquqlari bir himoya qilinyapti, jinoyat ishlari qanaqa bir protsessual tartiblar bilan olib borilyapti degan haqli savollar tug'ilyapti. O'zi fuqarolarimiz bir 50% dan oshig'i o'z huquqlarini bilmaydi. Mana men jamoatchi faol sifatida fuqarolar bilan doimiy muloqotdaman. Men bilaman ular o'z huquqlarini qanchalik himoya qilib bilish saviyasi qanchaligini men yaxshi bilaman. Yana bu eng yomon tomoni shundaki, fuqarolarimiz hozir o'zi O'zbekistonda ishsizlik, kambag'allik bir avjiga chiqib turgan bir paytda advokat tutishga ham fuqarolarimizda ko'pchiligida endi nima yo'q? Imkoniyat yo'q. Bu ichki ishlar xodimlarimiz fuqarolar huquqlarini mana shunday oyoq osti qilib, mana shunchalik oddiy bir ma'muriy ishni suddan o'tkaza olmayotgan bir paytda jinoyat ishlari qanday bu ketyapti bu? Jinoyat ishlarini qanchalik bular baholab, huquqlarini, fuqarolar huquqlarini qanchalik bular himoya qilyapti degan haqli savol tug'ilyapti bu yerda. Gapirgan yomon, biz yomonmiz. Mayli, yana bosim qilinglar, yana hunarlaringiz bo'lsa ko'rsatinglar bemalol. O'lib qutulamizmi sizlardan yoki bosh olib chiqib ketib qutulamizmi? Hurmatli prezident Shavkat Mirziyoyev, bosh prokurorimiz Nig'matilla Yo'ldoshev, ichki ishlar vazirimiz Aziz Toshpo'latov, endi siz bizni yoqtirmasangiz ham, fuqarolar eshitmasangiz ham biz majburmiz sizga nima tizimingiz bo'yicha, sizni qo'l ostingizdagi xodimlaringiz bo'yicha murojaat qilishga majburmiz. Barchamizga ro'za Ramazon oylari muborak bo'lsin. Hurmatli vatandoshlar, salomat bo'linglar.